Ketgan. Qarshıga qolagaysiz. Kesib berdim. Ana qayerga ketdi? Akila. Madropov, rahkisangiz. Shu so'rchi Chinor choyxonasi. Oshxonasi. Shu Bobotovda to'yda edik, mana kelib damilyapmiz. Bayram baxshi, musulmon baxshi, prodyuser. Baba gene yüz ketaman. Sizgachi? Yetamiz ama. Ketar. İyi. Buna yozilib qoldi-ku. Hoppo. Chataq bo'libdi. Ha, choy deyapsiz, ha? Choyda. Ha, ochiqcha ketadi. Mana Bahram baxshi, mana musulmon baxshi, Ismoil aka. İsmail siz ne için? Kattasiz. Ya bizden üzere katta ekansiz. Benim joyga aytmam. Olayappa. Mamayis tog'a mana sayrabda o'tiribmiz. Bahram baxshi bu yoqdan keldi, biz G'uzordan keldik. Do'st bilan mana shunda uchrashib, gurunglashib o'tiribmiz-da. Birinchi deng. Mamayis aka endi shu Surxondaryoga oshib kelsak, albatta buni shunday kutib jo'natadigan oshnalarning boriga shukr. Alisher baxshi bunga kiring, Shofir bobo siz ham bunga kiring. Musulmon endi bizning o'zimizniki bilak ketamiz nasib bo'lsa. Alisher baxshi ishingizga omad. Rahmat. Katta baxshi bo'ling. Rahmat. Rahmat. Gurbadashlar, qarindoshlar, bizning YouTube kanalimizning muxlislari, baxshi muxlislar, sizlarga omad, baxt tilab qolamiz. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Mana baxshilar mana shunday uchrashib to'y o'tkazib yuraversin. Ko'rinmaydi buni. Yo'q, yechim.